Xitoyliklar nimalar qilib tashyapti? Ikkita planshet ishlab chiqaribdi. Bittasi iPad bilan birga bir, bittasi S25 Ultra bilan birga bir. Bularning eng qo'rqinchli joyi xotirasi ikkalasiniki ham 1 terabayt. Undan ham qo'rqinchli joyi batareykasi 12000 mAh bo'lib yotibdi-yu, bir oylab ishlatib yuborasiz-u. Undan ham qo'rqinchli joyi buni narxi suv tekin bo'lib yotibdi-yu. Narxi qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib tursanglar bilib olasizlar. Hozir buni ochamiz. To'g'risi o'zim ham hayron qoldim. Nima uchun bunaqangi ko'p funksiyaga ega planshetni bunaqangi arzon narxda chiqarishdi? Keyin sekin xarakteristikalarni o'rganib chiqdim, lekin baribir savolimga javob topmadim. Baribir ham bu planshet shuncha qobiliyatlarga ega bo'lib turib ham men uchun juda arzon. Hozir bu planshetda ichidan chiqadigan komplektlarni ko'rib og'zingiz ochilib qolishi aniq. Planshetimiz upakovkani ichidan o'zining kitobli chexoli bilan birga chiqadi. Ketidan esa asta-sekin o'zining klaviaturasi chiqib keladi. Klaviaturasi menga ham dizayn tomonidan, ham sifat tomonidan yoqdi. Ketidan o'zining mishkasi, ruchkasi, stiklo zashitniki hamda zaryadniklari chiqib keladi. Endi esa planshetimizni yoqib bitta ishlatib tekshirib ko'ramiz. Marhamat, ko'rib turganingizdek ruchka bilan ishlashi a'lo darajada. Raqamlarni ham birin-ketin bemalol qotmasdan bosyapti. Ayniqsa bu planshetda video yoki kino ko'rish juda ham boshqacha. Agar farzandingizga shu planshetdan olib bersangiz, multiklarni ham bemalol maza qilib ko'rishadi. Keyingi planshetimizni esa iPadning kopiyasi desak ham bo'ladi. Bu xitoyliklarning kallasiga nimalar kelmaydi-ya. Bu planshetimizning xarakteristikasi ham bundan oldingi planshet bilan bir xil. Eng qizig'i buning ham xotirasi 1 terabayt hamda 12000 mAh batareykaga ega. Ushbu planshetimizda ichidan ham asta-sekinlik bilan birinchi o'rinda klaviatura chiqib keladi. Ortidan o'zining необычный matoviy qop-qora mishkasi chiqadi. Bu planshetda lekin qo'shimcha naushnik ham bor ekan, o'zining ruchkasi. Buni nomi esimda yo'q, va spinner ham bor ekan. Buni hozir bitta aylantirib ko'ramiz, yoshligim esimga tushib ketdi. O'zining golovkasi hamda USB kabel zaryadlash uchun. Buni chexoliga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar, nozik deb bilan ishlangani bilinib turibdi. Qani endi bo'lmasa buni ham ishlatib tekshirib ko'ramiz. Ruchka bilan raqamlarni bosish juda ham tez, qotishlar yo'q. Oho, bunda Instagram ham bor ekan. Ajoyib, lekin TikTokka nima deysiz? Xullas o'zingizlar baho berasizlar-da. Buni arzon bo'lib yotgan narxini bilish uchun kommentariyaga narx so'zini yozib qo'ying.